ish bor jigarlar. Rossiyada yurgan, dokumentsiz yurganlar odam emasmi? Nima uchun ularga biz ish chiqarmasligimiz kerak? Dokumenti bor, dokumenti yo'q, hammaga ish chiqaramiz. Kommentariyada kim nima desa, desin jigarlar. Bugun bizda ish bor, dokumenti yo'qlarga kompaniyaga kelasiz, sizning qo'lingizga patentga pul beradi, dokument qilasiz, ofitsialni ishlaysiz. O'zbekiston, Tojikiston, Qirg'izistondan kelmoqchimisiz? Bemalol ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqib kelsangiz bo'ladi. Bu zavod juda ham hech qaysi bir zavodga o'xshamagan, juda ham usloviyatlari zo'r joy. Negaki, butun Rossiya territoriyasida hali bunaqa sharoit ko'rmaganman. Musulmonlar uchun alohida отдельно namozxonalargacha tashkil qilib qo'ygan bu firma jigarlar. Shuning uchun hech ikkilanmasdan ish kerak bo'ladigan bo'lsa, hozirgi kunda Moskva yoki Moskovskiy oblastida siz dokumentingiz qo'lingizda ishlab olmayapsiz, mana sizlarga zavodni zo'rdan ish. Bu yerda eshik va rom ishlab chiqaradi. Shu eshik va romlarni yig'ish kerak va undan tashqari gruzchik vakansiyalarimiz ham bor. Oyligi 100 ming rubldan 150 ming rublgacha. Ya'niki birinchi oyda 90 ming 100 ming oylik chiqadi. Undan tashqari kompaniya sizga yotoq, registratsiya borib kelish, forma, trudogor, o'yinlarni mutlaqo tekin qilib beradi. Ikkinchi oydan siz o'zi ish o'rganib olib toshgan sari oyligingiz ham ko'tarilib boraveradi jigarlar. Ishimizni ko'rib turibsizlar, erkaklar ham, ayollar ham oson, hamma eplaydi. Обучение bor, ish o'rgatiladi. Sizdan talab qilinadigan narsa dokument, Moskva yoki oblast dokumenti. Yo bo'lmasam dokumentingiz yo'q bo'lsa, dokument qilish vaqt bo'lish kerak. Ya'ni suruvga o'tib ketgan, dokument qilolmagan sharoitda iloji yo'q. Dokument qilishga vaqtingiz bormi? Yo bo'lmasam O'zbekiston, Tojikiston, Qirg'izistondan kelmoqchimisiz? Kelib, mana bu ekrandagi nomerlar bilan oldin gaplashib, keyin kelaverasizlar, dokument qilib beradi, ofitsial оформление qilib olaverasizlar, keyin yo'l yo'lakay. Ishimiz Rossiyaning Moskovskiy oblast, город Sergey Posadda joylashgan. Ya'ni oblast territoriyasiga kiradi. Patent qizig'i yo'q, Moskva yoki oblast. Ish vaqti 11 soat, 1 soat obed, dam olish, xullas perikurlar. Oyligi bez zadeshga beriladi, hech qanaqa zardeshkasi yo'q. Ofitsialniy ish, ruskiy firma, hech qanaqa o'rtakash posredniklar yo'q. Mana ishonmasanglar, ekranda ish beruvchilar hammasi ruskiy. Telefon qilib, Telegram, WhatsApp, Maxdan aloqaga chiqasizlar va o'zingizlar uchun kerakli ma'lumotlarni yana to'lig'ini bemalol olishinglar mumkin. Va biz tomonimizdan bu yerda hozir yuzlab odamlar ishlayapti. Hozirgi kunda yana bemalol yuzlab odamlarni ishga qabul qilaman Zuhriddin dedi, glавный direktori o'zi. Shuning uchun mana shunaqa katta zavodda eshik va rom ishlab chiqaradigan salqingina joyda ishlamoqchi bo'lgan akalarimizga mana sizlarga постоянно bo'ladigan ish. Sezoniviy emas. Qishda issiq, yozda salqin, maza joy jigarlar. Boringlar, gazini bosinglar. Kanalga obuna bo'lib, videoga like bosib, videoni musofirda ish qidirib yurgan jigarlarga jo'natib qo'yasizlar. Hayotgancha nimaga bu yubor? Play Market yoki App Store'dan yubor ilovasini tortib olsanglar, Rossiyadan O'zbekistonga eng yuqori kursda aynan mana shu yubor ilovasi hozirgi kunda pul yuboryapti. Shuning uchun soqqani bosinglar va yubor ilovasi orqali har doim pullarni foizlarsiz, komissiyalarsiz baland kurslarda yuboringlar.